Bu videoda siz shu ikki xil taomni noldan tushunarli qilib o'rganib olishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rishni, yaqin tanishlaringizga yuborib qo'yib, yurechani bosishni unutmasangiz bo'ldi. Birinchi bo'lib bizga mol go'shti qiymasi kerak bo'ladi. Chopper idishiga solamiz, ikkita o'rtacha piyozni qirishdan chiqarib tayyorlab qo'yamiz va bir dona tuxum hamda ziravorli qo'shib olamiz. Ana endi chopperda yaxshilab birlashtirib maydalab olamiz. Chopper yog'li bu jarayonni bemalol qo'lda qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni yaxshilab tog'orachaga mushtlab qiymani otasiz, shunda xuddi shunaqa birikib ketadi. Tayyor qiymani teng to'rga bo'lib olasiz. Qo'lingizda yaxshilab mushtlab shakl berasiz. Qiymani qo'lingizda yaxshilab o'ynab mushlaganingizda mahkamligi, mustahkamligi yana ham oshadi. Ya'ni duxovkada pishayotgan jarayonida ochilib, sinib, yorilib ketmaydi. Ana endi bir xil pergament qog'ozlarga har bitta zuvalachani qo'yib chiqamiz. Ustidan esa ikkinchi pergament qavatini yopib, xuddi shunaqa ko'rsatganimdek yupqa qilib ochib olasiz. Ko'pchilikda bu jarayonda savol tug'ilishi mumkin: pergament qog'ozni yog'ladingizmi deb. Pergament qog'ozni umuman yog'lamadim, tegini ham, ustini ham shundoqligicha quruq holatida ochiladi. Bemalol yopishib qolishidan yoki umuman katta bo'lib ochilmasligidan qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Qo'lda yengil bosib olamiz, so'ng jovada ochib olamiz. Mana hammasini tayyor qilib ochib oldik. Endi xuddi shunaqa ko'rinishda 4 sm kattaligida rulet qilib o'rab olamiz. Har bitta o'ralgan ruletlarni listga pergament qog'oz qo'ymasdan shundoq tersangiz ham bo'ladi. Oldiga o'zingizni xohlagan sabzavotlaringizni qo'ysangiz bo'ladi. Bu majburiy emas, prosta video chiroyli ko'rinishi va yeyotganda go'sht bilan sabzavotlarni qo'shib yesa yana ham zo'r mazali bo'lib chiqadi. Tayyor bo'ldi. Mana shu holida endi 35-40 minutga duxovkaga yuboramiz. 200 gradusda pishirib olsak bo'ladi. Ishonsanglar, pishish jarayonida shunaqangi shirin, shunaqangi zo'r hid uyga egalladi. Buni albatta o'zingizlar tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Juda ham sochni, yumshoqqina bo'lib pishib chiqdi. Tagida suvlari ham oqqan. Bu suvlarini o'ziga singdirib, hozir pergament qog'ozdan tushiriladi va qo'l yordamida yaxshilab bo'lib chiqiladi. Listdan tushirmagan holatda va yaxshilab tegi bilan qo'llar bilan aralashtirsanglar, o'zini suvini o'zi shimib oladi. Tayyorlab ko'rishingizga 100% arziydi. Buni bemalol lavash xamirini orasiga o'zingiz har xil nachinkalar qilib, pomidor, bodring qilib, go'shtlarini, sabzavotlarni qo'yib yesangiz, xuddi ko'chigi lavashdan qolishmaydigan zo'r bo'lib chiqadi. Endi esa ikkinchi taomim xuddi shu qiymadan bittasini qoldirgan edim, bittasini xuddi shunaqa ustiga pergament qog'oz yopib ochib oldim, yaxshilab tekislab, ehtiyotkorlik bilan ikkinchi pergament qog'ozini ustidan shilib olib, tayyor katta lavash xamirini ochamiz. Pergament qog'oz yordamida ochgan go'shtimizni ustiga bostiramiz. Jarayonni yaxshilab ko'ringlar va yaxshilab o'rganib olinglar, shunda umuman qiynalmaysizlar. Ehtiyotkorlik bilan pergament qog'ozga yopishganini o'zingiz oldin tekshirib oling, keyin esa orqa tomoni bilan ehtiyotkorlik bilan tushirasiz, lavash ustiga yopishtirasiz. Avval qo'lda urib, keyin esa jovada tekislab chiqasiz. Buni orasiga xohlasangiz tovuq go'shtini qiymasini qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz pomidor, xohlasangiz har xil nachinkalar, qo'ziqorin, nima xohlasangiz qo'ysangiz bo'ladi. Men tinchgina, osongina va mazali bo'lib chiqadigan sir qo'ydim. Yaxshi eriydigan sirdan foydalandim. Sirni yupqa qilib sevib qo'yganimizdan keyin avval chetlarini, keyin pastki qavatini yopamiz. Ehtiyotkorlik bilan o'raymiz. Bilasizlar, lavash xamiri juda ham baquvvat emas, nozikroq. Agar qo'pol harakat qilsanglar yirtilib, yorilib ketishi mumkin. Shuning uchun nozik harakat bilan o'rashni boshlaymiz. Tayyor bo'lgandan keyin ustiga tuxum surmaymiz, chunki tuxum odamni aldaydi. Xuddi tez pishgandek tuyulishi mumkin, chunki ichidagi qiymasi xom, pishirib olmaganman. Shuning uchun uzoqroq singibroq pishishi kerak. Buni ham tayyor bo'lgandan keyin listga pergament qog'oz qo'yib
ustiga tayyor ruletimizni qo'yamiz va oldindan qizdirilgan duxovkani tepa past yoqilgan holatda 35-40 minut davomida pishirib olamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, oralarini kesib ham ko'rsatganman. Juda ham mazali, yumshoqqina bo'lib chiqadi. Buni bemalol tomat sokiga botirib yoki suzmalar bilan surib yesanglar, shunaqangi og'izga yoqadigan. Ro'za oylarida ko'pchilik o'ylaydi, nima qilsamikin iftorlikka yoki saharlikka deydi. Aynan shunaqa ko'ringlar. Suyuq ovqatlarni oldiga qilsanglar yoki buni qilib oldiga pyure yoki guruch qilsanglar, bu ham bitta sizlarga zo'r ideya bo'ladi. Foydali bo'layotgan bo'lsa agar shunaqa videolarim yaqin tanishingizga yuborib qo'ying va yurechani bosib qo'ying, ko'rib xursand bo'laman. Bu menga juda ham katta motivatsiya bo'ladi.